ko'krak qafasi-yu qorin bo'shlig'imizda bor yo'g'i 10 ta a'zo bor xolos. Shuning uchun masalan ko'krak qafasimiz ichi yoki qornimiz og'rib qolgudek bo'lsa, poliklinikaga bormasdan oldin qayerimiz og'riyotganligini oldindan bilib olmoqligimiz uchun quyidagi narsani yuborib qo'yapman. Kimgadir asqotib qolar inshaalloh. Qovurg'a nerlar yo'q. Chap qovurg'a ostidagi og'riq bu oshqozon osti bezi, muammosi, pankreatit ehtimol. Qorin markazidagi og'riq, oshqozon yoki yara kasallik, yazva bo'lishi mumkin. Gastrit esa og'riq bermaydi. Kindikdan pastdagi og'riq bu siydik tufayli bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. O'ng pastki qorindagi og'riq bu appenditsit bo'lishi mumkin. Chap pastdagi qorindagi og'riq bu ko'pincha qabziyat sabab bo'ladi. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. O'ng qovurg'a ostidagi og'riq bu jigar emas, bu o't pufagi. Jigarda og'riq sezuvchi nervlar yo'q. Chap qovurg'a ostidagi og'riq bu oshqozon osti bezi, muammosi, pankreatit ehtimol. Qorin markazidagi og'riq, oshqozon yoki yara kasallik, yazva bo'lishi mumkin. Gastrit esa og'riq bermaydi. Kindikdan pastdagi og'riq bu siydik tufayli bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. O'ng pastki qorindagi og'riq bu appenditsit bo'lishi mumkin. Chap pastdagi qorindagi og'riq bu ko'pincha qabziyat sabab bo'ladi. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.